nimalar bo'layotganini tushuntirib berarsan. Haqoratlash yana nimaga kerak? Shu siz ham hammasini tushuntirmoqchi bo'lib turibman-ku. Xullas, sen bilan men bugun dehqomatlarmiz. Buni seni ahmoq ham tushundi, tentak. Yana esa biz daraja olganimiz sari kichrayib boramiz. Asosiy maqsadimiz esa ajdarhoning barcha darajasiga ega bo'lib, atomlargacha kichrayib ketish. Ya'ni sen narigi dunyoga juda ham shoshilyapsan. Qo'ysangchi, bu juda ham qiziqarli bo'ladi. Shuning uchun hozirroq shoshilishimiz va daraja to'plashimiz kerak. Faqat qanday? Sen dahosa. Nima daho? Men qorin to'ydi. Yo'q, to'g'ri. Men o'zi aynan daraja olish uchun shularni chopyapman. Ha, men ham shuni aytyapman. Menda o'zgina daraja to'plandi. Bu ketishda birinchi darajani olish muammo bo'lmaydi. Ha, biz albatta sal bo'lsa ham kuchayishimiz kerak. Sababi bu holatda biz hattoki ajdarga olib boradigan portalga ham sig'maymiz. Lekin to'xta, biz gigantligimizni ham ishlatishimiz kerak. Axir biz gipermega super kattamiz. Bu degani million kilometrni million sekundda emas, 1 sekundda bosib o'tamiz. Shuning uchun qishloq topish kerak. To'g'riligiga to'g'ri-ku, lekin birinchi daraja bilan aniq liliputlarga aylanmaymiz. Shuning uchun bir daraja ortiqchalik qilmaydi u mana. Bu degani esa biz hozir ozgina kichrayamiz. Yuppi! Ozgina kichraydik-ku. Men nima deyapman? Ozgina kichrayamiz-da. Unda ajdarni darajasi esa sen xohlagandek atomga aylanib o'lib ketolmaymiz. Qara, bu yerda ulkan kon topdim. Faqat ming afsus, biz u yerga umuman sig'maymiz. Buni qo'y, bu yerda lava ko'li bor ekan. Super mega duper katta portal yasasak-chi? Yo'q, o'zi sen nazar qanaqa bo'lishini bilasanmi? U yerda biz shunchaki tiqilib o'lamiz. Bundan ko'ra kel, mana bu pat bilan qo'yni bosib qo'yamiz. Baquvvat qo'yganmi? Hatto baqarimiz bo'lganda ham menimcha bu yerdagi lava biz uchun portal qurishga aniq yetmasdi. Xullas, bizda hozir dezerga bormaslik uchun 101 sabab bor. Shuning uchun yer qishloq qidiramiz. Topdi. Ajoyib, bu degani bizda ovqat bor. Agar temirchi uy bo'lsa, temir ham bo'ladi. Buni qo'y, olmos bo'lishi mumkin. Ha, olmos ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun hozirroq men o'zimga tosh aslahalar yasab olaman. Atrof to'la tosh. Axir biz tog'damiz. Lekin baribir sizlarning uylarning toshi eng zo'ri. Meni bunga ishonchim komil. Bechoralarni uysiz qoldirish uchun shu bahona yetarlimi? Mana temirchi uyi yoki yana qanday atashadi? Kapotni. Ha, bu yerda sandiq bo'lishi kerak, lekin men hech qandaysiga topolmayapman. Bu gigant bo'lib yashash ham oson emas ekan. Sandiq topildi. Qiziq, uning ichida nimalar bor ekan? Umid qilamanki, temir bor. Hech bo'lmasa temir nima? Uchta olmos. Mana bizda omadimiz keldi. Olmos kirka yasab gigant portal qurishni ayni vaqti. Ha, olmos kirka. Faqat meni verstagim qayerlarda qolib ketyapti. Bu jimitdagina verstakni topish ham qiyin bo'lib ketyapti. Mana u. Birinchi uchta olmos, albatta olmos kirka degani. Menimcha hamma Minecrafterlar bu fikrimga qo'shiladi. Agar shunday bo'lsa, nega like bosmaslik kerak bu videoga? Yo'q, sen yaxshi nega like bosish kerakligini ayt. Undan ko'ra don ushla ketdik kovlaymiz. Qanday yaxshi, temirni konga tushmasdan ham kovlash mumkin. Temirdan ham yaxshisi ko'mir. Anchadan beri birinchi darajada qolib ketdik. Ayni vaqti kelsa ko'tarilishdi. Hozir yana bitta ko'mirni kovlaganimdan keyin hajmim ozgina kichrayadi. Mana bunday holda eslab qolinglar. Endi ko'mirni kovlaymiz va ikkinchi daraja ozgina kichraydik. Aytgancha